Otabek ham tushirib qo'yaverdim. Moshasini ham tashlab qo'yaverdim. Ko'rinib turibdi hamma narsa. Shunday yurganingizdan keyin to'xta. Bunday sekin bundoq qilib. Gapirish kerakda, gapirilmayapti. Mana naveska ham tashlayman, mana tepa naveska ham oling. Endi bu tomonga yursangiz ham bo'laveradi. O'shanday bo'lib yuravering. O orqani Hammomni ham ko'rsating. To'xxonada boring orqada. Mana bu. Mana yoqda bunday qiyinda. Bo'ldi. Chetdan turib olsangiz ham bo'ladi, oxirigacha bormang. Nimaga? Qani? Ko'ndim etdi. 6 metrli to'xxonada boring, bo'ldi. Mana 6 metrli to'xxona. Mana bog'i to'xxona 6 metrlik. Shu bilan devor yopilgan. Shu bilan devor yopilgan. Agarot bog'i. Assalomu alaykum. Mana hovlimiz sotiladigan hovlimiz. Bitta hammom, ikkita oshxonasi bor. Mana bitta ikkita oshxona. Uni bag'ida 4 ta katta sifat 4 xonali uylarimiz bor mana. Narxini 55 ming so'ralyapti. Mana tepada naveslari bor mana. Tepasi naves. Bu tomonda agaroti bor. Pardon, naryoqda voy. Tarzonlar bor ekanlar. Mana. Hovlini 4 sotuvli hovli. 55 ming so'rashyapti ekan.